Salom sportchilar. Mushak massasini oshirish qiyin bo'lyaptimi? Ko'p yeyapsiz, lekin foydasi yo'qmi? Balki bu muammo tanangizdagi yashirin dushman gijjalardir. Zalga chiqadigan ko'p yigitlar ovqatni ko'paytiradi, sport bet ichadi, ammo parazitlar, ya'ni gijjalar ichakdagi ozuqani sizdan oldin yutib yuboradi. Bu oqibatda mushak massasi o'sishi sekinlashadi, charchoq bo'ladi, immunitet tushadi. Ovqatdan foyda chiqmaydi. Bu holatni sport bet bilan emas, ichki muhitni tozalab hal qilish kerak do'stlar. Eng oddiy, ammo kuchli dori bu sarimsoq. U alitsin orqali gijjalarni falaj qiladi, ichakni tozalaydi, immunitetni oshiradi. Do'stim, tanang ichkaridan sog'lom bo'lmasa, zalda mashg'ulotning foydasi kam bo'ladi. Avvalo ichki muhitni tozala, keyin mushaklarni ham o'stira boshlaysan. Ko'pchilik sportchilar, sog'lom turmush tarziga amal qiluvchilar sarimsoq piyozni tabiiy doping deb atashadi. Sarimsoq tabiiy doping bo'lish sabablari. Birinchi sababini aytib o'taman. Testosteronni oshiradi. Sarimsoq tarkibidagi alitsin moddasi stressni kamaytirib, tanadagi kortizol darajasini tushiradi. Bu esa testosteron ishlab chiqarishda qo'llab-quvvatlaydi, mushak o'sishini da juda ham muhim rol o'ynaydi. Qon aylanishini yaxshilaydi. Yaxshi qon aylanishi bu mushaklarga ko'proq kislorod va ozuqa borishi demakdir. Bu esa tezroq tiklanish va kuchliroq mashg'ulotlar degani. Antioksidant xususiyatga ega. Sarimsoq hujayralarni erkin radikallar himoya qiladi. Bu esa umumiy holatni va immunitetni yaxshilaydi. Charchoqni kamaytiradi. Sarimsoq qadimda jangchilarga berilgan u quvvat beruvchi charchoqqa qarshi vosita sifatida ishlatilgan. Zamonaviy sportchilar ham undan foyda ko'rishadi. Kimlarga sarimsoq mumkin emas? Oshqozon ichak muammosi borlarga, ya'ni gastrit, oshqozonda yara. Sarimsoq achchiq va kuchli ta'sirga ega. Yara, gastrit, oshqozon og'rig'i borlar uni och qoringa yemasin. Past qon bosimi borlar, ya'ni gipotoniya borlarga sarimsoq qon bosimini tushiradi. Allaqachon bosimi past odamlar bosh aylanishi, holsizlik bo'lishi mumkin. Qon suyultiruvchi dorilar ichadiganlar. Sarimsoq qon suyultiradi. Aspirin yoki boshqa antikoagulyant dori ichadiganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Allergiyasi borlar. Kam uchrasada ba'zilar sarimsoqqa allergiya bo'lishi mumkin. Og'izda kuydiruvchi ta'sir, toshma yoki nafas olishda qiyinchiliklar. Homilador ayollar yoki emizikli onalar ko'p miqdorda yeyish mumkin emas. O'rtacha miqdor xavfsiz, lekin ko'p yeyish chaqaloqqa ta'sir qilishi mumkin. Sarimsoq kuchli vosita, lekin hamma uchun emas. Oshqozon yarasi, past bosim, qon suyultiruvchi dorilar va allergik reaksiyasi borlar shifokorlar bilan maslahatlashsin. Har qanday kuchli tabiiy vosita to'g'ri foydalansa foyda beradi. Qancha ichilsa gijjalarga foyda beradi. Och qoringa sarimsoq klassik usul orqali ichiladi. Ertalab och qoringa bir dona sarimsoqni chaynab yutish yoki butun holatda suv bilan ichish. Kurs 7 kun, 10 kun davomida davom ettirilgani ma'qul. Ikkinchi iste'mol qilishimiz sarimsoqli sut. Retseptiga 2-3 dona sarimsoqni maydalab, 1 stakan iliq sutga soling. 10 daqiqada damlab, ertalab och qoringa iching. Natijada gijjalar yo'qolishiga yordam beradi. Uchinchisi, sarimsoqqa asal qo'shib, ya'ni bu usulimiz yumshoq usul deydi, parazitlarni asta-sekin yo'qotish uchun foydali, ichakni tozalaydi, immunitetni oshiradi. Tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa do'stlar, izohlarda yozib qoldiring, albatta javob qaytaraman. Kelgusi videoroliklar tezroq chiqish uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying va like tugmasini bosish esdan chiqmasin. Videoroligim foydali bo'ldi degan umiddaman. Sizlar bilan Kamila Davron Zoirov bo'ldi. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.